Daryo toshqin, suvlar jo'shqin, o'tolmayman-o, o'tolmayman-o. Ne bilasizmi nimaga shu paytgacha uylanmagan? Hey, Mazgi laylisizda o'zi. qo'ysangizchi. Qarang, Shebin tashing dedi-ku sizga. ha, aytdim, bir nimalar deyapti, prorab tushunmadim, qarasho deb kelyapman. Hammasiga o'taveradi. Qarashni aka deb qo'yavering, hammasiga o'taveradi. Murodni yo'l bo'lsa, O'rmonga, nima qilasiz? qog'oz bilan nima qiladilar o'rmonga? Yengillashib kelgani boryapman. Tezlashing. Charchadingizmi? Hozir prorab ko'rsa yana gapira. Bularni gapirgan bilan hech narsaga tushunmaymiz. Aytmang. Charchadingizmi, Radnoy? O'tib olasiz. Bola-chaqani sog'indim, Radnoy. Siz-ku hali uylanmagansiz, mazza qilib yuribsiz. Men sog'inayotgan odam yo'q, faqat chiqishloq sog'inaman. Sizda bola-chaqangiz bor, sog'inib turasiz. To'g'risi, bu yerlar bizga emas ekan. Dilshod Mazgiyevdan telefonni ko'tarmayapti. Hada shu yo'l kirani ishlaymizdagi sekingina surishimiz kerak bo'ldi. Bu yer bo'lgan ekan, Radnoy. Qiyin ekan, Rossiya oson deydi. Bu yerga non topib yeyish yomon qiyin ekan. Pachok ko'rdim, shu pachokda olay. Nima qilasiz bachokda? Hozir ko'rasiz. Radnoy, nima qilyapsiz? Ana tog'ani ismi kim edi? Maqsud tog'ami? Maqsud tog'a. Uni go'sh Maqsud tog'adan bor suv bilan bitta suvda olib keling. Tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Keyin aytaman sizga, boring. Faqat sirli narsalar qilaverasiz-da. Mana Radnoy. Nima qilyapsiz? Siz aytmaysiz. Mana kiyimlar borki, hidlanib ketibdilar, addan shu bir kiyim. Shu aytmaysizmi? Ha, Suv solayim. Boya aytsangiz issiq suv olib chiqay edim. Mana sumkanchiga tamlanib qolibdilar, anoyim, qayerga kirib bo'lmaydi. Ha yigitlar, hormanglar. Salomat tog'a.